Qizlar yuzini namlantirish uchun ko'pchilikni yuzini baryeri namlikni ushlamaydigan bo'lib, pH balansi buzilgan. Doim makiyajdan oldin qilinadigan narsa bu toner. Yuzingizni yuvib chiqdingizmi? Toner обязательно kerak. Har yuvganingizdan keyin yuzni toner qilish kerak. Men qo'llarim bilan qilaman. Keyin уже eng yaxshi yuzingizga tushadigan, men yuzingiz rasmini qarab sizga nima tushishini aytaman. Bu absolutni serumi oziqlantirib, ajinlar bilan kuchli kurashuvchi. Men 42 yoshman, shuning uchun уже meni yuzimga faqat anti-age seriyadagi mahsulotlar tushadi. Ya'ni ajinlarni yo'qotadigan, oldini oladigan, kamaytiradigan, yoyib beradigan. Endi ajin tushsa, masalan, 100% bironta ukol, hattoki sizni yuzingizni 100% ajinlarni yo'qotib bermaydi, no oldini olib, yuzni yaxshilab yurish mumkin. Bu yerlarni ajinigacha. Shuning uchun 40 yosh bo'lganim uchun menga faqat shuning yoshi katta ayollarimizga уже 40 dan oshimi обязательно men Atomi'ning Absolute seriyasini premium class naborni tavsiya qilaman. Bu spreyimiz mistoilni hamma biladi, lekin bu spreyimiz lavroviy list tarkibida borligi uchun kimni yuzida ko'p отекlar bo'ladigan bo'lsa, ertalab uyg'onganda ko'zi osilib qoladigan bo'lsa, yuzi tez kun davomida charchab qoladigan yuzlardan bo'lsa, обязательно mana shu spreydan olish kerak bo'ladi. Bu tilla kollagenli kushonimiz, qizlar. Buni sponjikni ho'llab, keyin biroz sprey bilan, suv bilan ho'llab, keyin yuzga qilsangiz yana ham yaxshiroq bo'ladi effekti. Qizlar, tilla kollagenli kushonni qildim. Rumyani surishi bilmayman, menimcha ishda qiladi, mana shu qilib qizil qilib qo'yay. Bo'ldi уже. Tilla kollagenli kushonni o'zidan уже yuzingiz lecheniyasi boshlanadi. Bitta yaxshi pomada. Bu matoviy pomada, qizlar. Pomada. Qoshimni bilasizlar, ozgina singan joyi bor. Qosh nima deydi, chizdiraman deb o'rsam agar qalamcha bilan prosta to'g'rilab qo'ying deyishadi doim. Mana shu yerda ozgina singan joyi bor.